Assalomu alaykum YouTube ahli. Mana murabbiyga dvijok keldi do'stlar, mana. Dvijok 6 talik akkumulyator 90 amperlik olamizda do'stlar, mana bagajga tashlaymiz, bagajga qo'yamiz. Mana kulchatili bor. 3 xil normada ishlaydi. Mana pastda zaryad bo'lgan paytda avtomatik dvijokda o'zi yonadi, mana. Balandda dvijokda o'zi yonadi. Bir kalitda, bir knopkada do'stlar. Do'stlar, anaga keladigan bo'lsak, dvijogimizga mana 5 kilovat, 5 kilovat degani 5 ot kuchga ega degani. 60 volt tok chiqarib beradi, toza. 58, 62 bu o'ynamaydi do'stlar. Mana bagi bor, gulishtiri bor. Maslahatini qo'yganmiz. Har 2 oy 3 oyda maslahat almashtirib turasizlar. Videoni ko'rishda davom eting. Qo'yib o'rnatgandan keyin do'stlar yana obzor qilamiz.